Assalomu alaykum aziz gruppadoshlar, obunachilar. Mana bugun sizlarga o'tgan safar o'tgan videoda ekkan ko'chatlarimni rezultatlarini bir ko'rsatib nima qilmoqchi edim. Xo'p, hozir bir chekkadan boshlaymiz. Mana shunchalik bo'lib tomirlar bo'lib ketdi. Hali oppoq. Ularni ko'chirsa yaxshi bo'ladi. Mana to'la bo'lib ketgan tomirlari. Bularni boshqa yoqqa qo'yib nima qilamiz? Xo'p. Keyingisini ham ko'raylikchi. Mana qarang, bularning tomirlari mana zo'r bo'lib ketgan. Tak. Nima degan sort ekan? Danaya degan sort ekan. Mana shunaqa bo'lib, hamma nimalari zo'r tomirlar bor. Lekin bular ichida shunaqa sortlari ham bor. Mana tomirlari zo'r. Shunaqa sortlari ham bor. O'ylanib bir oy o'ylanib o'tiradiganlar ham bor-da. Mana bu tomirlari tagidan ham chiqib ketibdi. Bu Marinel degan sort ekan. Mana hozir ko'ramiz, tomir chiqarmaganlari ham bor. Mana shunda bu hali ham mana o'ylanyapti. Tomir chiqaraymi, chiqarmaymi deb o'ylanyapti. Bunaqalari olib qo'yamiz. Hop. Mana bular ham tomirlari ozroq, lekin bor. Bular ozgina ushlab turamizda, keyin o'sha ko'chiramiz, xudo xolasa. Xullas, mana shunaqa mana hamma sortlar mana shu yerda. Hammasi o'sha tomirlab nima bo'ldi. Endi men buni ko'chirishni jarayonini yana bir bor ko'rsatib, turpoq tayyorlaganlarni ko'rsatganman hammasini. Qanday qilib ko'chirish kerak, yana bir ko'rsatib bir bora nima qilib beraman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Xudo xolasa yanagi videolarda yana ko'rishamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.